Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. E'tiborsizlik va xavfsizlik qoidalariga beparvolik ayrim hollarda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa temir yo'l hududlarida sodir bo'layotgan baxtsiz hodisalar bu masalaga jiddiy yondashish zarurligini yana bir bor ko'rsatmoqda. Jizzax viloyatida yuz bergan navbatdagi achinarli holat ham barchani ogohlikka chorlaydi. Jizzax viloyati G'allaorol tumanida 7-sinf o'quvchisi poyezd vagoni ustiga bemaqsad chiqqan vaqtida yuqori kuchlanishdagi elektr toki urishi oqibatida shifoxonaga yotqizilganligi haqida bizga ma'lumot berishdi va biz holatni batafsilroq o'rganish uchun voqea joyiga yetib keldik. Ma'lum bo'lishicha, holat shu yilning 24-aprel kuni 13:42 larda tumandagi Marjonbuloq bekatida sodir bo'lgan. G'allaorol tumani yoshlik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 2012-yilda tug'ilgan va 22-sonli maktabning 7-sinf o'quvchisi bo'lgan ushbu voyaga yetmagan yigit poyezdning yuk vagonlari ustiga chiqqan vaqtida kuchli elektr toki urib yuborgan. 24-aprel kuni soat 13:18 atrofida qattiq chaqmoqqa o'xshagan bir qattiq tovush eshitildi. Bizdan endi shu turgan joyimizdan masofasi где-то 150-200 metrlar atrofida edi. Darrov yugurib keldik va 2 minut 3 minut ichida o'ziga keldi. O'sha paytda hushsizdi va bu bolaga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilib, hushi darrov olib soya joyga, daraxt oldiga o'tkazib, tez yordamga xabardor qildik. Ushbu 14 yoshli bolaning hozirgi ahvolini bilish maqsadida shifoxonaga yetib keldik. Bemor og'ir darajada olib kelinganda deyarli 6-kun kasallik umumiy ahvoli stabillashgan. Hozir davliyasi 110, 120, 80, 70 ga bo'lib turibdi. Pulsi ham 80, 85 bo'lib turibdi. Kasal endi aktivlasha boshlagan. Jarohatlarni tozaladik. O'lgan to'qimalardan bizlarning tilimizda nekroektomiya deyiladi. Yuvib turibmiz, maksimal yordam ko'rsatilyapti. Mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyati transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi tomonidan rasmiy izoh berildi. Hozirgi kunda Jizzax viloyati transportda xavfsizlik ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilyapti. Albatta, temir yo'l hududidan o'tayotganingizda xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qiling. Oysha Isoqova, Ilhomjon Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Jizzaxdan tayyorlandi.